Kanada Avam Palatası 22 fevral döşənbə günü Xitayning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligini ayıplaydigan qonun loyihasini ma'qullab, davlat ichi va sirtida ta'sir qo'zg'adi. Kanadadagi Uyg'ur jamoatchiligi bu qonun loyihasining ma'qullanishini yaxshi bir qadam, ammo buningga qarshi bir ish qilish kerak deb qaraydi. Kanadadagi nurg'un Uyg'urlarning Sharqi Turkistonda ziyonkashlikka uchragan tuqqanlari bor. Ontarioning Londonda turishliq Uyg'ur Anvar Abdurahmon mundaq dedi. Kanada parlamentining qarori Xitoy hukumatiga belgilik besim olib keladi. Meningcha, hech bo'lmaganda bu bir cho'ng qadam. Ammo u yana bosh ministr va kabinet a'zolarining ovoz berishdan voz kechganligidan umidsizlanganligini bildirdi. U yana Kanadaning irqiy qirg'inchilik yoki emasligini muzokara qilish bilan qolmasdan, balki irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qo'llanishini umid qiladiganligini aytdi. Ontarioning Saint Catharines shahrida o'ltirishliq Ruqiya Turdosh Windsor universitetida o'qigan va hozir u maktabning maktabdoshlar jamiyatining a'zosi. U yana o'zining qo'llashni his qilganligini, ammo qilishga tegishli texmi ko'p ishlarning borligini aytdi. U irqiy qirg'inchilik davomlashyotdi. Nurg'unlarimiz umidni yo'qotib qo'yg'iltas qoldi. Shunlashqa bu uchur bizga umidni his qildirdi va o'zimizning yolg'iz emasligimizni his qildirdi. Bu dunyoda yanada adolat bor dedi. Bir necha haftadan buyon Turkiyada izchil davomlashib kelayotgan Oilam nada namoyishi navbatda Germaniya, Yaponiya va Avstraliya boshchiligida dunyo miqyosiga kengaydi. Bir to'p avangard yoshlar boshlagan bu harakat allabirun bir xalq harakatiga aylandi. Uyg'urlar Xitoy doiralaridan yillardan buyon aloqalasha olmagan Sharqi Turkistondagi oila a'zolari haqida uchur berishni talab qilmoqda. Bu faoliyatga ovoz qo'shgan shaharlarning biri Germaniyaning Düsseldorf shahri bo'ldi. Sharqi Turkistonliklar 4 kundan buyon mazkur shahardagi Xitoy konsulxonasi oldida faoliyatini davomlashtirmoqda. Shuning bilan birga 26 fevral Istanbul Üsküdar maydonida keng ko'lamli namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Sharqi Turkiston yangi nasl harakati uyushtirgan faoliyatga turk yoshlarmi aktiv ovoz qo'shdi. Amerika ovozini xabar qilishicha, Litva parlamenti Xitoyning Sharqi Turkistonga kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi qaror chiqarishni planlamoqda. Xabarlarga qaraganda, Xitoyning kengaymichilik siyosati Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsandichiligi xalqaro jamiyatda kuchli inqos qo'zg'agan. Amerika va Kanadadan keyin Gollandiya Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilgan 3-chi davlat bo'lgan. Navbatda Litva parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilishga tayyorlik qilmoqda. Uchurga qaraganda, Litva parlamenti 10 martdan ilgari Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik qilmishini ayiblaydigan qarorni e'lon qiladi. Himalaya tog'ida chegara mojarosi yuz bergan Ladakh rayonidan Xitoy va Hindiston askarlari chekingandan keyin taraflar texnik ko'p tadbirlarni qo'llanib, chegaradagi jiddiylikni pasaytirishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bayonotida askarlarning chegaradan ayrilishi vaziyatni ko'rinarli pasaytdi va chegara rayonlarining tinchligi va xotirjamligiga kafolatlik qilish uchun kengashini tezlatish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi taraflarning kontrol liniyasi chegara rayonidagi masalalarni tezdan hal qilish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Texnik keng ko'lamli chekinishni o'ylashga bo'ladiganligini bayon qilgan bayonotchi taraflarning tinchlik va xotirjamlikni asliga keltirish uchun tirishadiganligini aytdi. Amerika istixboroti tarafidan tayyorlangan dokladda Saudiya Arabistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasida o'ldirilgan jurnalist Jamal Qashqchining qotilligini tasdiqlagan kishining valiahdi Shahzoda Muhammad bin Salman ekanligi bayon qilingan. Dokladda yana Shahzoda Muhammad bin Salmanning davlatga tadbir belgilash mexanizmini kontrol qilganligi, Shahzodaning bexatarlik guruhining va muhim maslahatchisi qotillikqa qatnashganligi, Shahzodaning zo'ravonlik tadbirlarini qo'llanib, Qashqchini o'z ichiga olgan chetlardagi o'qituvchilarni jimiqtirganligi haqida uchurga erishdik deyilgan. Saudiya Arabiston bo'lsa dokladni qat'iy rad qiladiganligini e'lon qildi. Doklad oshkorlangandan keyin Amerika siyosiyonlari hukumatni Muhammad bin Salmanni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokladchisi Shahzoda Salmanning jazolanishi kerakligini o'ttirib qo'ydi.